Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekiston hududida ertaga yakshanba kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumoti prognoz qilindi. Barcha fuqarolar xabardor bo'ling. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. O'zgidromet 11-may kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kunduzi 31-33 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kunduzi 32-37 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kunduzi 32-37 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatida havo bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kunduzi 30-35 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kunduzi 32-37 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo bulutli bo'ladi. Ayrim joylarga qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Momaqaldiroq kuzatiladi. Harorat kunduzi 28-33 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda. Videorolik keng tarqalib, barchaga yetib borishligi uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.